17 iyun. Xi Jinping'in bir tweet'i var. Dünya Amerikasız mı? Amerikasız mı bulalaydı da. Tarih ders verip de emdi. 100 yıl burun mesela Angliya imperiyası var diye. 200 yıl burun olsa Fransa, bütün Avrupa o bu neslerini kan. 200 yıl burun İspanya'nın imperiyalarını tilga elip gelip hemmesi muşlarının hemmesi tarihka ayınıp gitti. Küç acizlerdi onu kılıp bir tarihtir dünyadaki en rezil işlerini kılıp atkan bir hakimiyetten beşit tuğan bu mahlukman okusa xuddi bunu berip atıdam delqi. Ben bergen mesajdır. Sizce bu nimelerni ifadeleydi amdi sizin fikrinizde? Herhalde Xi Jinping bu Deng Xiaoping'in ki bir sözüne yatlıvası buldu ki. Deng Xiaoping şu ıslahatını ilip bargan vaxtıda bir gapni degan. Deydi Amerika bilan do'st bo'lgan qaysi devlet kambag'al deb so'ragan gap. Sovyetlarga ergashgan devletlar qaysi boy deb. Yani Amerika'nın akıga kirish yoki Amerika bilan do'st bo'lish kerakligini aniq degan. Xo'sh. Ondan kim bu Xitoyninki bütün şu iqtisodiy taraqqiyot hammasi şu Amerika'nınki sayesinde Amerika'nın kurgan dünya tüzümü ve sistem bile Xitoy boy bo'ladi. Bunu 2014'te öz vaqtidagi prezident Obama şu New York Times'ga bergan bir dokladında aşna degan Xitoy 30 yıldan beri bilet төлemigen bir yolcu bulup geldi deydi. Bu bilet төлemigen yolcu degan gap şu xalqaro munosabatda yani mevcut bo'lgan imkonlarni xalqlar qurib berdi, tayyor qilib berdi. Bu şu imkondan foydalanib o'zini boy qiladi degan gaplardi. Yani Obama mı degan gap bo'ldi. Keyin bu George Bush geldi. O Xitoyni bir strateji hamkorlik şerik devlet emas, o bir stratejik bir rakip deb aniq uçur dedi. Yani Amerika'nın rakibi dedi. Xo'sh. Obama mı öz vaqtida 2019'da Xitoyni ziyorat qilgan chaqda mı dedi. Xitoy ya Amerika'nın do'sti bo'ladi yoki rakibi bo'ladi dedi. Biz hamma so'zni raqib deymiz ama İngilizce'de farklı ishlatadi. Obama'nın degan rakibi bokserlar bir-birisi bilan raqib bo'ladi-ku. Bu yugurish musobaqadagi raqiblar emas, bokserdagi raqib. Yani Obama vaqtida Xitoyning Amerika'nınki raqibi bo'lib Amerikaga ziyon berayotganini deb bo'lgan, bilib bo'lgan. Hamda yine Obama'nın vaqtida, misal 2010'larda Amerika bundan keyin harbiy kuchininki bo'libmi hava armiyasi bilan dengiz armiyasining %60'ını Asya Tinch Okyanus tarafga yo'tkash. Sovyetlar vaqtida bu kuch Yevropadaydı. Yevropaga yerleştirgan. Bundan keyin Xitoyga qarshi biz Asya Tinch Okyanusga kuchimizni ko'pini ashaga yerlashtiramiz degan. Va qilyotidi, qilib bo'lyotidi hozir. Shuningga bu Amerika Xitoyni dushman deb ko'rgan siri Xitoymi Amerikani dushman bo'lib ko'ryotidi. Va eng oxirida Amerika bilan bir jang qilishninki ehtimolining mavjudligini faraz qilib turib Xi Jinping mushu jang qila oladigan, jang qilsa uftalaydigan bir armiyani mushu barpo qilish uchun tirishib kelyotdi hozir. Xi Jinping qachonla bo'lsa mushu armiya haqida nurg'un gaplarni deydi. Urushga tayyor bo'linglar deb tashviq qildi, ammo chet eldagi matbuotlar Xi Jinping jang ochmoqchiga deb tarjima qilib oldi buni. Aslında harbiyga deyotgan, harbiyni tashviq qilgan bir gaplarmi, tashviqot gaplar. Ama harbiyga ahamiyat beryotdi. Shuningga harbiyga solgan mablag'lar ko'payyotdi.
nurgun şu harbiy kurallarını yığınlavadıdı. Her xil, yani hem hava ermisi hem deniz ermisiga jiq ko'ngil bo'lib hozir dunyoninki ikkinchi ermi kuchligiga kelyapti. Yani Rusya keyinda qilyapti-da, u ikkinchidir. Yani jangdan qo'rqmaymiz, jangni aşmaymiz deydigan bir gapları bor. Ama bir jangning ehtimoli bo'lganligiga tayyorlik qilyapti Xitoylar. Şununla Amerika mı şununla karda Asya Tinch Okyanusu'da hazır Asya Tinch Okyanusu demeydi. Hazır Hindu Pasifik deydi hem de. Hindu Pasifik'te özününki şerik devletlerini güçlendiriyordu. Tünü mü Amerika'nınki mutafiye minister mi dedi. Biz şu Hindu Pasifik'te NATO'dek bir harbiy güçünü berpa qilmasak, shakllantirmasak bo'lmaydi da. Yani demek soğuk urush vaqtida o'tirib chiqqan bir NATO bundan keyin Asya Tinch Okyanusida chiqmoqchi. Bunda bo'lgandan keyin Xitoy shu Amerikaga taqabul turish uchun hozirdan boshlab Amerikani g'ajlash tabiiy bir ahvol deb o'ylayman. Ama bundan evvel o'xshashlar shu Xi Jinping bir necha yil evvel degan bu cihan naiti çoğun Amerika'nı mı sığdırgandek Xitay'nı mı sığdırdı, bütün dünyanı sığdırdı deydi. Hazır hem de sığmaydıganlığını da oldu. Amerika bombası mı devam demek ki yani Amerikasız mı dünya aylanıdı deydi. Okşaş gapni Amerika mı diyeleydi. Xitaysız mı bu dünya aylandı? Elbette. Yani bu dünyanın ki aylanışı Xitay'a mı bağlı? Texmi yaxshi aylandı da. Şununla bu hazırki bu xil gaplar yalğızla tefekkür qilib bo'lgandan keyinki bir gap emas, hissiyotga tayandigan bir gaplar. Yani akıl bilan deyilgan gap emas, tuyg'u bilan deyilgan gap so'zlar. Bu gaplarninki ahamiyati bormi? Amaliy jihatda ahamiyati yo'q, ama Xi Jinpingning qaysi psixologiya pozitsiyada bo'lganligini tushunib olg'ili bo'ldi bu gaplarni. Xo'sh. Ko'p rahmat. Haqiqatan ish qilib, nihoyat yaxshi aytib berdingiz. Alloh razı olsun. Mishada programmamizni oxirlashtiraylik. Bu haqiqatan men bu tweetni ko'rib, yani dunyodagi eng besham, eng qonxo'r, hatto o'zininki ichidimi o'z xalqi tarafidanmi nurg'un norozilik uchrayotgan bir nimaninki shaytonning va'zi aytgandek his qildim hamda. So'zlagan bu so'zlarimda insonlar haqiqatan tragikomik deydi-ku. Xitoyninki shunday bir mantiqi bor. Yani Komünist Parti eğer yo'qolsa, devlet yo'q bo'ladi deydi. Xi Jinping yo'q bo'lsa, parti yo'q bo'ladi deydi. Bu haqiqatda shundaqmi? Emas. Xi Jinping o'lsa, Wang Jinping kelishi mumkin. Ama Xi Jinping tugash bilan Xitoy tugab ketamdi. Tugmaydi. Xitoy xalqi, yani Xitoy xalq. Belki başka bir xil hokimiyatning ostida bo'ladi. Shuningga shu menla bo'lsam, senla yo'qolsam deydigan bir tushuncha bor. Misol hozir deyotgan tashviq qilayotgan shu insonlikning o'rtaq qadar birligi degan narsani bek chaqalayapti. Her yerda, her sahada, her meselede da bu. Ama bir soru bak. Ya bu birlikni kuruş için bu yerdeki kurgucu kim? Bu başkurduğun kim? Bu merkezde turduğun kim? Dep sorsan depemeydi ama Xitayning o'zi. Yani Xitay bu yerga hakim bo'lmandaydi, bütün jahonga hakim bo'lmandaydi. Buni şu 2017'de 19. Parti kurultayda Xi Jinping ilan kıldı o 3 baskuş stratejisini. Yani jahon hakim bo'lmandaydi, yani iniq o gap. Hem de Xitoyning yeniden kudretli devlet bo'ladi deydi hozirgi Trumpning deyotganidek. Yani yeni bir kudretli Amerika degandek ularmi deyotdi. Hozir Rusya mı deyotdi uni? Bazı devletlerime erişip devatıdı ama qiziqarli yeri
qiziqarli yeri bilgan shu Xi Jinpingning X'dagi rasmiy hisobida Trump shapkining ustiga Make America Great Again degan nima qildi. Mao'ning shapkisiga tam Make China, ya'ni Xitoyni texim yangidan bir kuchli qilaydi degan narsani shu Xi Jinpingning o'zining shu hisobida bir rasm bilan chiqarib qo'yibdi. Acayip qiziqarli yani. Eğer de Amerika yımırılmasa, Amerika çökmese, Xitay hiçbir zaman dünya hakim olamaydı. Yani Amerika özünü yoktulamasa, tolu hata işlerini kılıp, özünü buzlamasa, Xitay'nın ki dünya hakim buluş, ebeki digendek, şu Xitay'nı yeniden kudretli Xitay kılış, bunlar biraz kıyı. Çünkü okşaşla Xitay mı hata işlerini kılıvadı. Fakat bu cihan aşınak ki, bazen insanların oylagandek, insanların iradesinde, akılında oylagandek terakki kılmaydı bazen tarih. Hoş. Başkaça terakki kıldı, onu bilemeyimiz onu. Xudu mavu Adam Smith'nin ki diginedek, iktisatının ki içinde görünmeyen bir yüşürün kol var. Bu kol bütün iktisatını tenkeş kılıdı o digendek. Xudu mavu strateji mütehassisi boğan Karl Clausewits'nin ki digen tuman ya ki tuman değil. Yani can meydanında bir tuman var. Kölgülü olmaydı. Bazen canlı futbolumuzda basak futboluyuz. Bazen futboluyuz o da basak futbolumuz. Tuyuksuz bir özgürlükle başka çift bok gidedik ya. Digendek tarihinin terakkiyatı mı aşında bir alay gibi var. Yani bazı nesini pek inik bilip gitmeyimiz. Şununla Xi Jinping muşu hali bile ebek dedik o anın ki pek boğmağanlığı bile cihanıga hakim buluş pek kıyın yani. Hazırki bu seninki yumuşak gücün yok, katı gücün var, toğra iktisadi gücün var, harbi gücün var. Ama onu halklarga diveyleydiğin bir esvapla aylandırdın sen. Misalga bir vaqtida şu Vietnamda içilgan ASEAN yığını var dema o Cenubi Asya Devletler İktisadi Hamkarlık Teşkilatı'nın yığını. Xitay o yığın o 10 devletinin ki küzetgücü yaki dost devleti de o mıcıqın katmışıdı. Öz vaxtıda onların Tashqi ishlar ministri Yang Jiechi aşu nimige Tayland, Vietnamlarının adamiga vaqirgan gap. Sizlar bir kichik devletler, Xitay çoğ devlet, sizlar Xitayga biqinish tabiiy bir ahvoldir deb mushu çoğ gaplarni da'vatidi. Misalga Xitoyningki mushu Birlashgan Devletlar Tashkilotininki baş elchisi vardı, ismini unuttum. Bu Tayvanlıklarga nima dedi? Sizlar adammisizlar deydi. Nimancha vaqtlaysizlar bular deydi. Yani sizlar ertugün bir Xitoyningki malayi bo'lisizlar deb. Ashuna gapni deyalaydigan Xitoy bor bu yerda. Shuningga Xitoy jahonni so'rab qolsa, jahon tugaydi. Hozir Uyg'urlarninki ko'rayotgan kuni shu bir misol emasmi? Ya'ni dunyoga hokim bo'lguncha boshqa davlatlar qanday qaraydi, men yaxshi tahlil qilib bilolmayman. Chunki nurg'un davlatlarninki Xitoy siyosati aniq emas. Ama belki bir şey kelgan chaqda bu belki o'ylash mumkin. Misalga O'rta Osiyodagi davlatlar yaqinqi bir necha yildan beri yolg'izlar Rossiya va Xitoyning orasindalar mingib kelib emas. Hozir Yevropa Birligi, Amerika, şu İslam dünyası, Türk dünyası degandek nurg'un taraflarga ichilyotdi. O'zi ichidimi inoq o'tish uchun, ittifoq bo'lish uchun kirishib kelyotdi. Bu nima degan vaqtida shu Xitoyningki yaratgan bir tehditni his qilganligini ko'rsatdi bu yerda. Xo'sh. Bo'lmasa burunqidek yurayvermasmamdi. Nima uchun Amerikadan, Yevropa Birligidan nurg'un yerlar bilan munosabatlar, Arab dunyosi bilan nihoyatda yaqin munosabatlarni quryapti. Demek ki ular bunu his qilyapti. Janubiy Sharq Osiyo devletlerimi
Xitoydan ansirayotidu. To'g'ri. Bu aniq. Burun Manchur imperiyasiningki himoya ostida qilib qolganlar deyli, ya'ni vassal davlatlar, misolga Burma deymiz, Vyetnam deymiz, Tayland deymiz, Kore deymiz, Mo'g'uliston deymiz. Bularni texmi ansiraydi. Bu yükselgen Xitoy. Yani an'ana siyosiy an'ana bilan shu burungi toprak bizning toprak deydigan shunday bir holi borki, ertugün beshimizga nim keladi deb ularni ansirayotdi. Shuningga dunyodagi davlatlar bir chetda hozirgi Trump Amerikasini yaxshi ko'rib ketgani yo'q, hamda Xitoyni bek yaxshi ko'rib ketgani yo'q. Xo'sh. Ya'ni jahon buzilyotdi. Burun mixlab qo'ygan mixlar datlashib so'kilyotdi. Mix yerdan ajrayotdi. Tüzüm buzilyotdi. Sistem buzilyotdi. Hozir hamda shu jahonni so'rayman deydigan davlatlar mushni fursat bilib, shu buzilishni fursat bilib, o'ttirg'i chiqishga tirishyotdi. Ya'ni bu Birinchi Dunyo urushining avvalgi ahvolga biroz o'xshayotdi. Shuningga hamda ertaga ko'ramiz, Xitoy texnik nima ishlarni qila oladi. Bayağı degandek Amerika eğer de Çin tutmasa Xitoyning hiçbir taliyi yo'q bu jahonni so'raydigan. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten bu numussiz rejim şu Xi Jinping şu yozganlarini zarlichilik bilgan bo'lsa shu tarix dars bergan vaqtida bu qadar numussizlikni qilmagan bo'ladi, dars olgan bo'ladi. Dünya Xitoysiz texmo bexatar, texmo güzel insanlardan emas, hayvanatlar uchunmi texmo bexatar güzel bir dunyoga aylangusi deb programmamizni oxirlashtiraylik. Alloh razı olsun. Vaqtingizni chiqarib qatnashib berganligingiz uchun.